Abituriyent o'zi kim? Bugun mana shu savolga javob topamiz. Abituriyent o'zi kim? Abituriyent bu ya'ni o'qishga kirish uchun tayyorlanadigan shaxs. O'qish tanlanadigan, oliy o'quv yurtiga kiradigan, mashaqqat bilan o'qiydigan odamni. Davlat ta'lim muassasalariga kiradigan, hayotda bir o'rni yo'q odamni hisoblayman. Abituriyent bu yoshlikdan o'qib tayyorlanib student bo'laman degan bolalar. Mashaqqatlarga tayyor, qiyinchiliklarga tayyor bo'lgan 17 yosh, 18 yosh yigit. Abituriyent qattiq mehnatlovchi shaxs. Bu shu o'qishga kirish maqsadida tayyorlanayotgan odamda. Bundan asosiy juda qiynalgan odam abituriyent. Abituriyent mani fikrimcha juda ruhan qiynaladigan inson. Abituriyent bu shu yoshlar bilim darajasi eng yuqori nuqtaga yetgan vaqtida. Abituriyent o'qishga tayyorlanayotgan odam o'qish uchun kirish kerak. Sizningcha-chi, abituriyent kim? Javoblarni izohlarda kutib qolamiz.